بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlarımız, hemimizge Allah Subhanahu ve Taala'nın dünya ve ahiret rahmeti yar bolsun. Her bir kıyınçılıklarımızdan Allah Subhanahu ve Taala öz fazli ve yardım bilen en tiz asallıkka erişkin nasip kılsın. Biz növbette hazırki ameli krizisimizde her bir saat ve minut ve sekunutumuzda keç gündüz beşimizni, vücudumuzni, fikrimizni, ruhimizni egallab algan ve korub algan iş. Hazırki biz Şarkı Türkistanlık Uygur Müslümanlarının Xitay tacavuzchi komünistlarının bizni zo'migarlik, faşistlik, zo'ravonlik bilan bostirmachilik qilib yer yuzi, yer sharidan bizni yo'qotishni va bizni izimizni o'chirishni maqsad qilgan mana shundaq eng ichinishli tarix sahifasida ko'rilishi bak az bo'lgan eng qattiq bir musibat ichida turibmiz. Va shu musibat va shu qiyinchilik, xo'rliqdan qutulish bizningki doim fikrimizni, vujudimizni, ruhimizni egallab chirmayotdi. Bizni kechalari bo'lsa, uyqudan, kunduzlari bo'lsa, har bir ishlarimizdan bizni mana shu qattiq qiyinchilik mashg'ul qilyotdi. Amaliyotda bu ustimizga kelgan musibat va qiyinchiliklar, bu xaflik, bu Xitoy kommunistlarininki zo'ravonligi va tajovuzchiligi biz hozir his qilgandan natijasi ig'ir. Bulupmu Şarkı Türkistan zeminida Xitoy kommunistlari keç gündüz her türlük yeni-yenidan bostirmachilikni va yeni-yenidan Allah Taala bizga o'zi tanlab bergan zeminimizni her türlük zo'ravonlik va tajovuzchilik bilan o'zininki Xitoy kommunizm iddiasidagi bo'lgan zeminiga ve cahangirlik dünyadaki zo'ravonlik, tajovuzchilik davlatiga butunlay kelgusi iz yo'q holatda qetib o'tish va shundaqla Sharqi Turkiston zeminidagi barliq musulmonlarni ularning ilg'or tafakkurlari va ilg'or baxt yo'llariga boshlaydigan bashiri bo'lgan diniy ustozlar, siyosiy rahbarlar ve haqni, adolatni yozadigan yozuvchilar ve shundaqla qo'lida iqtisod bilan bo'lsa-mu xalqninki erkinligini, xalqninki baxtini qo'llash uchun tirishchanlik qiladigan iqtisod va shirkatchilar, boylar ve har qanday jamiyatdagi yuz obro'yliq har qanday bir musulmonlarga aql bilan yetakchilik qiladigan barliq peshvolarimizning hammasini yug'ishtirish, yo'qotish ve tüpyiltizden kurtuş, hatta chat ellerge qo'g'lab chiqib, chat ellerdeki devletlerge her türlük ularni aldash, ularga qarta ko'zini bo'yash ve her türlük chat elliklarga qarta yaxshiroq bo'lish orqali chat eldeki Uygur musulmonlarimizni, Sharq Turkiston musulmonlarimizning hammini kuchsizlantirishga, yo'qotishga tirishayotdi qarindoshlarimiz. Bulupmu Şarkı Türkistan içinde
har qandaq bir musulmon bo'ladi ekan, mayli qirg'iz, mayli qozoq, mayli uyg'ur, mayli tojik yoki tatar va turkman, har qandaq bir Sharq Turkiston zaminidagi barliq Türk musulmonlarining hammasiga tajovuzchilik, yo'qtish bo'libmi islom muqaddas dinimizni, Qur'oni Karimni, masjidimizni va barliq Alloh bizga tushirib bergan shar'iy yo'llarimizni yo'qotishga tirishchilik qilib, hattoki zamon tarixdan yuz bermagan harom narsalarni, harom yemekliklarni biz Uyg'ur musulmonlarimizning uylariga yoki yig'ilishlarga yeyishga majburlaydigan eng ashaddiy dushmanimiz bo'lgan, Allohning dushmani bo'lgan kafir, Allohning dushmani bo'lgan Xitoy kommunistlarini uylarimizga akirish orqali bizning qiz va onalarimiz, osh-singillarimizningki sharmi hayosini buzishga, naslimizni yo'qotish va assimilyatsiya qilishga kech-kunduz tirishadi qarindoshlarimiz. Endi mana mushundoq paytda bizga qilishga tegishli eng muhim omil nima? Eng muhim bizning tayyorlik qilishga tegishli bizdagi eng qiladigan ishningki birinchisi qaysi desa, qarindoshlarimiz birlikka hassa qatish. Biz uzundan beri barliq ustozlarimiz, da'vatchilarimiz, rahbarlarimiz, qarindoshlarimiz birlik masalasi qarta birlikka chaqirgan bo'lsa-mu, endi ikkinchi bosqich bizga navbatda amaliy harakat qilishga to'g'ri keldi. U bo'lsa-mu, birlikka chaqirilgan shu birlikka hassa qatish bosqichi keldi hozir. Qarindoshlarimiz, biz hattoki biz yaşayotgan bir kunlik turmushimizda o'zimizningki hayoti bilan o'zimizning o'ttirsini, o'zimiz bilan o'zimizning oilasini moslashtirib olmasak, biz birlik asosida baxtli bir oila quramiz deb shu oilamiz ichidagi bosh ota-ona bo'lgan bosh bo'lmasa, uning agashiri avlod bo'lmasa, avlod boshning o'rniga, bosh avlodning o'rniga chiqib olishga maqsad qilib, oilada birlikka hassa qatish bo'lmasa, haqqancha birlikni da'vo qilgani bilan bu oila go'zal oila bo'lib, o'zini qo'g'dab qoladigan va o'ziningki jamiyatdagi bo'lgan huquqlarini amillashtiradigan yaxshi oila bo'la olmaydi. Shuningdek qarindoshlarimiz, biz endi haqiqiy Alloh subhanahu va taologa ixlosman qul, Xitoy kommunistlariga qarshi o'z mas'uliyatini ado qiladigan, biz şu zulümge uçuran xalqimizni qutulduruş yolida bir kishilik hassimizni qatadigan xolis musulmonlar davladigan bo'lsak, biz cho'qim biz qilmoqchi bo'lgan har qandaq bir ishimizda birlikka hass qatadigan bo'lishimiz kerak. Mening qilgan mushu xizmatlarim mayli diniy ishlar bo'lsin, ya siyosiy ishlar bo'lsin, ya ijtimoiy ishlar bo'lsin, mush qilgan ishlarimda birlikka hass qatadigan ish maydoniga keldimi, ya birlikka ziyon salvatamdimi, qutratqichilik, hasadxo'rlik, o'zaro birsimizga o'ch adobat, gini dushmanchilik paydo qilyaptimi deb o'zimizdan hisob oladigan va birlik ustida mustahkam turadigan bir Uyg'ur musulmonlari guruhi, jamoati va undan keyin dunyo musulmonlariga has qatadigan bir xolis musulmon ummati bo'lishga alohida tirishadigan vaqtimiz keldi qarindoshlarimiz. Yana bizningki bu birlikka has qatishimizning yana bir sababi Xitoy kommunistlari bizni qarshi o'zining kommunist partiyasi va shundaqla harbiy kuchi, barliq iqtisodi va xalqi va shundaqla ega bo'lgan barliq huquq va xalqarodagi yuz obro'larining hammasini ishitib bizga qarshi turmoqda qarindoshlarimiz. 1 milliard 600 milyon nufusi va 200 milyondan ortiq askari va bir Xitoy kommunist kuchi bizni qarta har bir nashtini, har bir zahrini, har bir kuch-quvvatini bizga kech-kunduz tumir tapanlarini dastib bizga zo'ravonlik qilmoqda qarindoshlarimiz. Biz tumir tapan ostida turib birsimizga pichoq sanjiydigan, birsimizga zahar sanjiydigan, birsimizga dushmanlik qiladigan, birsimizga dunyo manfaat talashib, mush etib birsimizni ustidan g'olib kelib yo'g'onchilik qiladigan emas, balki ustimizga tumir tapinini, tumir qadimini qo'yib olgan Xitoy kommunistlar qarshi birlik e'tiqod sepi, birlik amaliy harakat sepi, birlik
da'vat sepi, birlik tijorat sepi, birlik amaliy xizmat sepi, birlik siyosiy guruh tashkilotlar sepi, birlik amaliy harbiy jihad sepi quradigan, shundaqla biz iddimiz, fikrimiz, tushunchamizni ilmiy Qur'on hadis ruhi bilan gullantirib, bo'libmi hozirgi bizga biz xalqarodagi har qandaq bir jamiyatdan mahrum qilishimizga asos sabab bo'lgan ish ilmiy tushuncha va ilmiy yo'ldan iborat bo'lgan har qandaq bir ishningki ilm yo'li orqali safa madaniyati uningki tushunchasi orqali keladigan bo'libmi yangi ixtisoslik ilm egalarini tarbiyalab chiqishda va uni Sharq Turkistonninki uzun muddatlik jihodi ko'rishi va ozodlik uchun xizmat qila oladigan qilib yetildirib chiqishda har birimiz alohida kuch yordam qilishimiz bo'libmi islom dinida ikkinchi asos bo'lgan iqtisod masalasi ibodatdan qapqasila iqtisod masalasidan iborat bo'lgan iqtisod orqali qilgan ibodatimizda alohida iqtisodimizni har turli vaqfi va har turli tijorat organlarini va har turli yordam qilish ta'sislarini maydonga keltirish orqali biz mushu Sharq Turkistonninki mustaqilligi va shundaqla Sharq Turkiston avlodlarininki va Sharq Turkiston xalqininki haqiqiy yaxshi axloqliq haromga ko'z qizatmaydigan va shundaqla Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun xizmat qiladigan ulgulik mutaxassis ilmlik yosh avlod naslininki maydonga kelish uchun iqtisodlarimizni mushuning ishlataraydigan topgan iqtisodimizning bir bo'lakini Alloh subhanahu va taolo rizoligi uchun millat dinimizning qutilishi uchun ishlatadigan hamda shaxsiyatimizni asos qilmasdan balki millatimiz dinimizningki istiqbolini asos qiladigan bir xizmatga yurishadigan vaqtimiz keldi qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz mushu Xitoy kommunistlarininki iskanjasidan, zulmidan, qulluqidan, xo'rliqidan qutulamiz deydiganmiz. Har birimiz kuchimizni markazlashtirishimiz kerak. Buning asosliq dalili Qur'oni Karimda Astagfirullah va ta'avanu alal birri vat taqva va la ta'avanu alal ismi val udvan. Sizlar yaxshilikqa, taqvoga hamkorlashinglar, gunohga va tajovuzga hamkorlashmanglar degan. Yana Alloh taolo Qur'oni Karimda Astagfirullah va atasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Alloh subhanahu va taolaning og'amchisi bo'lgan islom diniga mustahkam esilinglar. Sizlar bo'lgunchilik bölünüşdən ibarat bo'lgan amaliy ziyon keladigan Alloh cheklagan Allohning suruqqa o'xshab qilgan yomon ishni qilmanglar degan. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam al jamoatu rahmatun val furqatu azabun degan. Jamoat rahmatdir, bo'linib bo'lgunchilik qilish azobdir degan. Yana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astagfirullah inna hazihi ummatukum ummatan wahidah va ana rabbukum fa'budun. Haqiqatan bu sizlarning ummatinglar bir ummatdir. Men sizlarning yaratgan Parvardigoringlardirman. Menga ibodat qilinglar. Ya'ni sizlar menga jamoat, guruh, kuchinglarni markazlashtirib birlikda menga cho'qininglar. Ya'ni men xos qiladigan ibodatni birlikda qilinglar va mening dinimni ustun qiladigan ojiz zulmda qolgan musulmonlarni va zulmda qolgan xalqlarni qutqizish, dunyoda islomni ustun qilish uchunmi birlikda ibodat qilinglar, birlikda xizmat qilinglar, birlikda jihad, da'vat, harakat va amaliy xizmat qilinglar degan bo'ladi. Yana Alloh subhanahu va taolo bir oyatda haqiqatan bu sizlarning ummatinglar bir ummat va ana rabbukum fattaquni. Men sizlarning parvardigoringlar, sizlar mendan hammanglar bir ummat bo'lib qo'rqinglar deb sura Mu'minning 52-oyatida shunday degan qarindoshlarimiz. Demak, taqvodor bo'lishimizga shaxsiy o'y kirib, nafl namozlarga ahamiyat berish, Qur'onni shaxsiy o'qish, oilalarimizda shaxsiy bo'lgan muomalada va o'zaro bo'lgan shaxsiy axloqda yaxshi bo'lganlar taqvodor bo'lmaydiganligimizni, balki haqiqiy taqvodor bo'lish uchun mana shu oyat degandek va inna hazihi ummatukum ummatan wahida va ana rabbukum fattaquni deb sura Mu'minning 52-oyat degandek biz haqiqiy musulmonlar jamoati, guruhi birlashmasi bo'lish orqali mushu birlashma guruh jamoatlarning Xitoy kommunistlari ustidan, dunyo kofirlari ustidan va o'zimizning shahvatlari va jahiliyatlari ustidan g'alaba qozonish uchun birlikka qatnashishimiz, birlikka qatnashishimiz, ondan bizni haqiqiy taqvodorlik
qilishqa erishtiradigan ham bizni inson va jinning shaytonlaridan saqlab qoladigan, Allohning yordamiga erishtiradigan yaxshi amal ekanligini mush oyat bizga alohida ogohlantirdi qarindoshlarimiz. Ham shundaqla qarindoshlarimiz bizni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zi mustazafin deb atadi. Ya'ni sizlar ojiz kishilar, kofirlar tarafidan bo'zaq qilingan kishilar deb Alloh subhanahu va taolo shunday qildi. Masalan Alloh taolo Qur'oni Karimda dedi: "Astagfirullah illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila." Lekin erlardan bo'lgan va ayollardan bo'lgan va balalardan bo'lgan ojiz qilingan, kuch yo'q, bo'zaq qilingan kishilar va ya'ni kofirlar qarshi jihad qilishga, ular bilan urush qilishga chora yoki hijrat qilishga chora, kuch-quvvatga qori bo'la olmaydigan va uningga yo'lmi topolmaydigan mushundaq bo'zaq qilingan kishilar deb Alloh subhanahu va taolo bizni mustazafin deb atadi. Demak, bizning Sharq Turkistondagi nurg'un musulmonlar bo'zaq qilinadi. Ular chet ellarga chiqish bo'lsin, yo chet ellardan yordam so'rash bo'lsin, yoki shu yurtda turib bir shahardan bir shaharga, bir kentdan bir kentiga birish bo'lsinmi, hattoki bir tiniq yoki bir harakat yoki bir muomaladagi har qanday ishda bular huquqdan mahrum qilinib, bo'zaq qilinadi qarindoshlarimiz. Demak, bizni Alloh taolo Qur'oni Karimda bo'zaq qilingan degan mustazafin degan ism bilan atadi. Yine Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda Estaizu billah bismillah bizni mustazafin qatorida atab وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. Nim buldu sizlarga Allah subhanahu wa ta'ala yo'lida urush qilmaysizlar. Erlardan bo'lgan, ayollardan bo'lgan bo'zaq qilinganlar va balalardan bo'lgan bo'zaq qilinganlar deydiki, ey bizning Parvardigorimiz bizni bu zolim kentidan chiqargan, o kentining ahli zolim bizga o'z qishingdan igi bo'g'ichini qilgan va bizga o'z qishingdan yordamchini qilgan deb mushundaq duo qiladigan xolis musulmonlar deb biz Uyg'ur musulmonlarining bulapmi vatanni turayotganlarni mustazafin bo'zaq qilinganlar deb atadi. Bizga chet eldagi musulmonlarga, kuchi va har qanday dunyo musulmonlarga mushu musulmonlarni, ojiz musulmonlarni qutqarish uchun tirishchilik qilish, tayyorlik qilish, shu Xitoy kommunistlar qo'lidan biz ojiz musulmonlarni, dunyodagi har bir bo'zaq qilingan musulmonlarni qutqarishni mana shu oyat orqali qanday qildi? Vojib farz qildi. Ham shunaqla Alloh subhanahu va taolo bir oyatda va nuridu an namunna alal ladina istud'ifu fil ardi va naj'alahum a'immatan va naj'alahumul varisin. Biz zaminda bo'zaq qilingan, ojiz qilingan kishilarga yaxshilik qilishni, ularni imomlar, rahbarlar qilishni va ularni kelgusi bu dunyoda zolim kofirlarning hukmronligi, hokimiyatini og'dirib, ularning hukmronligiga varis qilib islomiy hokimiyat, erkin jamiyat qurishga yiqilamiz va oxiratda ularni jannatga meros qilamiz dedi. Demak, qarindoshlarimiz, bizga Alloh subhanahu va taolo yo'lida mustahkam tursak, ikki g'alaba bor. Birisi bu dunyoda g'alabaga erishish, birisi oxiratda jannatdagi g'alabamizga Allohning rizoligiga erishish. Demak, mana shu yuqoridagi oyatlarning hammasida bizni bo'zaq qilinganlar, ojizlar deb Alloh taolo o'zi shunday atadi. Endi mush ojizlikdan biz qanday qilib qutulamiz? Mush kofirlarning bo'zaq qilinishidan qanday qilib qutulamiz? Hatta Qur'oni Karimda Alloh taolo insonni ojizlikdan kuchlilikqa, kuchlilikdan ojizlikqa ustida yarataman deb bizni mush hayot dunyoda ana shunday almashtirib turadigan bir hayot yaratganligini dedi. Unda bo'lgandan biz hozir ojizlik ishida yashab turibmiz. Kuchlilik qanday qilishimiz? Biz cho'qim barliq bizdeki her bir energiyani birleştirgen vaqtimizda, birleştirishga tirishgan vaqtimizda, birleştirishga asqatgan vaqtimizda ondan kuchga erisha olamiz. Ya'ni biz iymoniy quvvatimizni hammamiz bir aqida, bir ruh, bir fikri asosiga birlashtirishimiz va shundaqla vositalarimiz hal xil bo'lsa-mu, vasaitatun muxtalifa va g'oyatuna vahida. Bizdinki vositalarimiz har xil bo'lsa-mu, g'oyamiz bir nishonga harakat qiladigan bo'lishi va shundaqla
biz iqtisodiy kuch-quvvatimizni bir nishonga harakat qildirgan bo'lishimiz, bizdagi diniy arboblar, diniy da'vatchilar, xizmatchilarning asosliq g'oyasi bir nishonga xizmat qiladigan bo'lishi, ma'arifimiz, ilmiy taraqqiyotimiz va shundaqla fanniy kuch harakatimiz va harbiy jihodimiz, da'vatchilarimiz va iqtisodiy kuchimiz hammasi har xil yo'ldan bo'lsa-mu bir xil bir g'oya, bir nishonga harakat qiladigan birlikka hasqatishimiz o bo'lsa-mu Allohning rizoligi va shundaqla Sharq Turkistonning mustaqilligi, ozodligi, Sharq Turkiston musulmonlarininki xapolik qulluqdan qutulishi va dunyo musulmonlarining bir islom, bir rahbarlik ostiga jug'ilishi va shundaqla xapolik zulmdan qutulishi qarindoshlarimiz. Avvalan biz Sharq Turkiston musulmonlarini va o'zimizni qutqarsak, ondan dunyo musulmonlariga hamkorlasha olamiz, ulug'imi yordam qila olamiz. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain.